Dunyo mamlakatlari kitobini o'qib, super sovg'alar egasiga aylaning. Tanlovda barcha O'zbekiston fuqarolari qatnashishi mumkin. Barcha ishtirokchilarga esa QR kodli sertifikatlar beriladi. G'oliblar quyidagicha taqdirlanadilar. 1-2 o'rinlarga Turkiyaga sayohat, 3-4 o'rinlarga Misrga sayohat, 5-6 o'rinlarga esa Vyetnamga sayohat, 7-o'ringa 5 million so'm, 8-o'ringa 4 million so'm, 9-o'ringa esa 3 million so'm pul mukofotlari, 10-o'rindan 15-o'rinlarga 1 million so'mdan, 16-o'rindan 20-o'rinlarga 15 tadan kitoblar, 21-o'rindan 50-o'rinlargacha 10 tadan kitoblar, 51-o'rindan 100-o'ringacha bo'lgan g'oliblarga 8 tadan kitoblar, 150 kishiga qo'shimcha sovg'alar beriladi. Ha aytgancha, eng faol targ'ibotchilarga 1-o'rindan 3-o'rinlarga 1,5 million, 4-o'rindan 6-o'rinlarga 1 million, 7-o'rindan 9-o'rinlarga qadar 500 ming so'mdan pul mukofotlari, 10-o'rindan 20-o'rinlargacha 8 tadan kitoblar sovg'a qilinadi. Kitob o'qing, bilim oling va sovg'a yutib oling, sayohat qiling.